أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugünkü kelgan dersimiz bo'lsa Allamatul Akhdari rahimahulloh yozgan Sulamul Munawwaraq degan manzumaning sharhi Idahul Mubham li Ma'ani Sulam degan Allama Damanhuri rahimahulloh yozgan buni sharhga keldik. Biz bu kitobniki faslun fi bayanil kulli vel kulliyeh vel cüz'iyeh diye yer keldik. Kul vel kulliye cüz ve cüz'iyye. Endi biz oldingi darsimizda esingda bor. Kulli ve cüz'i degan o'rganib o'tgandik. Kulli degan qanday narsa desa, boshqa narsalar bilan sheriklashishni qabul qiladigan, ma'ni qilmaydigan, boshqa narsalarni shirk tasavvur qilishni qabul qiladigan narsa deb tushundik. Cüz'i degancha boshqa narsalar bilan shirk mushtarak tasavvur qilishni qabul qilmaydigan, ma'ni qiladigan narsa deb tushundik. Ma yamna'u tasavvuruhu alal ghayr bil ghayr degan gapni shu tushunib o'tdik o'shada. Endi u kulli degan ma'noda bo'ladi dedik. Kulli degan ma'noda bo'ladi dedik. Mufratda bo'lganini bo'ladi ekan, mufratda bo'lgani lafzda bo'lgani mufrat murakkab deyiladi. Nimada bo'lganicha ma'noda bo'lgani kulli juz'iy deyiladi dedik. Ba'zida majazan ikkisi almış bir şey deyiladi dedik. Ilki darsda bo'lishi mumkin. Endi bu yerda bizga kulliya, juz'iyani so'zlaydi. Chunki bu bizga qadoya masalaga bo'lganda nihoyatda kerak bo'ladi masalalar. Endi bizda demak 6 xil narsa bo'lgan bo'ldi hozir. Oyatdagi kulli 5 deb o'tgan. Lekin kulliya, juz'i, juz'iyya. Endi kulli juz'iyni ma'nosini tushunib bo'ldik aynan. Onu tushunib bo'ldik. Endi hozir kul degan nima desanglar? Bir bütün narsa, Kul degan narsadan shu har bir narsani deyish shart emas. Bir bütün bir gavda narsa bo'lsa, eng ezi ikki narsani tarkib topgan. Bir jism masalan. Biz jismni, javharni, nima dedik aqida bilimida javharni, jismni eng oz ikki javharni tarkib topgan narsa dedik. Xuddi shuningdek murakkab bo'lgan ikki narsani tarkib topgan narsani bo'la oladi. Kul bo'la oladi. Biz insonni o'xshaymiz. İnsan qo'l, put, ko'z, a'zo degan bir muncha parchalarni tarkib topgan. Mushu nima bo'ladi? Kul deb ataladi. Tushunarlimi? Bir bütün. Endi juz' buning aksida. Shu bütün, shu kul tarkib topgan parchalar. Masalan, ko'z bir parcha insonning, bir juz'i. Qo'l bir juz'isi masalan. Mushunda ataladi, juz' deb ataladi. Endi unda kulliya degancha. Kulliya degan nima? Kull vahid degan ma'noda. Har biri. Biz bir mafhumni dedik. Yani shu kulliyani gapirgan bo'lsak, kulliyani hammani o'chirish kerak. Har bir shaxsni, kullu fard ma'nosini har birini o'chirish kerak. Juz'iyya degan tushunsanlar, juz'iy degan juz'iylik, ya'ni ma'lum bir parchaning ko'zda tutilmaydi. Qismanlik ya'ni. Bunda ma'lum bir parcha ko'zda tutilmaydi, balki boshqa bir qismanlik, bir parchaning ko'zda tutiladi. Umumiy jihatdan bir parchalar, tushunarlimi? Juz' desak, ma'lum bir parchaning ko'zda tutiladi. Cüz'i desek o ma'lum bir parça emas, lekin parçalar. Bizga buni nima qismanlik deb qo'yamiz. Kullini tarjima qilganda bütünlük. Bütünlük nazariysi, qismanlik nazariysi deymiz logikada. Kulli juz'i deganda. Biz logika bilmadim, shu kulli juz'i haqida to'xtalamiz. Kul juz'i haqida emas. Ham nima uchun buni bu yerda arab qo'ydim masalan desa, yangi o'qish boshlagan odamniki hammasi kulliya, kul deb kelsa, hammani bima'ni o'xshaydi deb aralashtiribmiz deb nima qiladi? Shu kulliyatul xams degandimi? Shu hammasi umumiy narsa deydi. Umumiy narsa kulliyatul xams deganda. Xo'sh, endi musannif summa qol deydi. Allama al-Akhdari rahimahulloh 5 ga deb bo'lgandan keyin bunday dedi. Al-kullu hukmuna 'ala al-majmu'i ka kulli dhaka laysa dha wuqu'i wa haythuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad 'ulima. والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية. وش الكل كل ديان حكمنا على المجموع بالمجموع يعني إذا إشكناسدن ترك تبقى برجولانما برتبقى قلغان
kullu zalike lem yekun deb bir hadis var edi. Hadisda kullu zalike lem yekun degan hadisdagi kul o'xshash. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom bir kuni bir asr namozini bir rivayet peşin namaz deydi, bir rivayet asr namaz deydi. Asr namazını o'qib, 2 rekat o'qigan Payg'ambar alayhisalom salom berib o'tib, chiqib o'tiribdi. Sahobalarning ichida Zulyadeyn degan bir qo'li uzun bir odam bor edi. Bu odam kelib, "Ya Rasululloh, namoz qisqirdimi yoki unutib qoldimi?" deb so'radi. So'ragandan keyin Payg'ambar alayhisalom namoz qisqirmidi, kullu zalika lam yakun deb javob berdi. Kullu zalika lam yakun degani ya'ni mishadiki kul demakchi. Ya'ni ashuni hammasi bo'lmadi. Payg'ambar demoqchi o'g'ini, ashuni hammasi bo'lmadi degan gap bir bir gavda bo'lmadi. Ya'ni namoz nima qilmadi? Hammasi bo'lmadi degan gapdan ba'zi bo'ldi degan gap chiqib qoldi-da. Hammasi bo'lmadi degan gapdan va ba'zi bo'ldi degan unutib qoldi degan gap chiqdi. Deydi, mishadiki kul hammasi bo'lmadi degan gapdan ba'zi bo'ldi degan ma'noni chiqarib bo'ladi. Shu har biri bo'lmadi degan ma'no chiqmaydi. Har biri bo'lmadi emas, hammasi bo'lmadi degan kul, shu kul mushkuldan da'vatini musulmonlar shuni shart qiladi. Ve haythuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Endi haythuma degan gap har yerda, qandoq bir yerda li kulli fardin degan kulli fardga hukm qilinsa, kulli fard ma'nosida har bir deb tarjimada har bir deymiz, har bir degan ma'noda kelsa fa innahu kulliyatun qad ulima. Bu kulli bo'ladi. Qad ulima degan jazman shunda bilinib bo'ldi. Shunda bilinsin. Vel hukmu lil ba'di huvel juz'iyyah vel juz'u ma'rifatuhu jaliyya. Endi ba'ziga ya'ni ma'lum bo'lmagan bir qismga hukm qilish juz'iyya bo'ladi. Qismanlik deb ataladi. Vel juz'u ma'rifatuhu jaliyya. Parcha deganimiz 5tagi kulning nimasi? Parchasi. 5tagi kulning parchasi juz'u. Kulliyaniki qarama-qarshi nima? Juz'iyya. Juz'da ma'lum bir parchani ko'z tutadi. Juz'iyyatda ma'lum bir parcha emas, ya'ni qismanlikni ko'z tutadi. Xo'sh, aqul endi Alloh muddamanhur rahimahulloh deydiki, aqul men bunday deyman. Al kullu kul deganimiz ya'ni butun, hamma degan ma'nosi, hamma, butun degan gap. Butun deganimiz val majmu'ul mahkumu alayhi. Mahkumu alayhi bo'lgan majmu'. Mahkum alayhi bo'lgan bizda hukm, mahkumun bi, mahkum alayhi nasaba. Mahkum alayhi bo'lgan bir majmu' degan bir jam bo'lgan narsa. Juz'lardan to'plashgan narsa. Ka qavlika, sening qavling o'xshash, ahlul azhari ulama. Sizniki ahlul azhari ulama desam, mushu kul. Ma gap kul bo'ladi. İz fihim men lem yashumma lil ilmi raiha. Chunki azharda ilmning puruqini purab boqmagan odamlar bor. Endi har qanday tushunmaysiz ma gapni, tushunmaysiz ma gapni. Lekin abdan Alloh ishlasam tushunasizlar. Kul degan gapdan kulli fard degan ma'no chiqmaydi. Tushunamizmi? Kullu ahlul azhari ulama desam, meyadi kulli fard ma'nosida olmasam, qanday bo'ladi? Ya'ni azharning olimlari ulama, azhar ahli ulama desam, eng az 2 odam olim bo'lsa bu to'g'ri bo'laveradi gap. 2 odam olim bo'lsa-mu, azhar ahli olim bo'lgan bo'laveradi. Chunki azhar deganda olim yo'q, shundaymi? Olim yo'q. Lekin azharda olim emas odam nima bor? Shuni buni kul deb aytsam, nima ma'no qo'yayman buni? Kullu degan ma'no, kulliyat degan ma'no emas. Agar kulliyat degan ma'no desam, xato bo'ladi. Chunki azharning hammasi olim emas-da. Azhar deganda ishga qolib, kitob sotib qadamli va namba qolib, jamba qolib, qo'ymichili va olimli va talibli va hammasi bor. Josus shpiyonli va olimni kuzatgan kelgan masala. Degan. Endi val kulliya degan nima desa, kulliya degan al hukmu ala kulli fard. Kulli fardga hukm qilish, ya'ni har bir shaxsga hukm qilish. Har bir shaxsga, har bir bo'lakka hukm qilish. Ka qavlika kullu insanin qabilun lil fahm. Masalan, kullu insanin qabilun lil fahm desam, har bir inson tushunishni qabul qiladi. Har bir insonning tushunish qobiliyati bor desam, har qanday insonning tushunish qobiliyati bor. Shundami? Alloh taolo yaratgan. Meyadi kullu nima? Kulliyya. Shu har bir deb ma'no aytib, shu har bir inson o'z ichiga oldi bunda. Ma'lum bir majmu' emas. Ma'lum bir majmu' emas. Ve cüz'iyye deganimiz el hukmu ala ba'dil afrad. Yani afradlarning ba'zi hukm qilishi, qismanlik. Bir qismi degan, bir qismini hukm qilamiz. Uni men aytganda paloni turqiston demaymiz, deymiz. Bir qism kishilar deymiz. Mavjuziyya. Ka qavlika ba'du ahli al-azhari ulama.
Ahli Azhar ahliniki bir qismi olimlar desam, bir qismi desam, ishada paloni pustoni deb shaxsan demedim, lekin bir qismi. Buni deb ataymiz, juz'iyya deb ataymiz. Juz'i degan val juz'i deganimiz ma tarakkaba minhu va min ghayrihi kun. Endi ma tarakkaba minhu degan gap ma tarakkaba minhu va min ghayrihi. Ashu juz'dan va ashu juz'ning g'ayridan kul tarkib topgan narsa. Kul, masalan bir non deyman, non. Non bir kul. Kamil bütün non bir kul bulamdı. Nonni bir küçük parçaladın. Muşu cüz'ü deb ataladi. Muşu non bunda cüz'dan va boshqa cüz'lardan tarkib topgan. Shunama ma'lum narsa ma cüz'ü ma'lum parça. Masalan kes samari vel khaydil hasiri. Samar degan gap chig'. Biz chig' deb bir narsa bor. Chig' nima deysizlarda? Chig' deb bir narsa bor, ya'ni bo'ri to'qigan bo'ri. Bo'rini bilamsizlar? Bu hasir. Hasir degan ma'noni burungi zamonda gilamning ostiga soladigan yog'ochdan qo'mishlar to'qiladigan bir narsa bor. Bo'r, biz bo'ri deb qo'yamiz. Shuni nima deysizlar? Qamışlar deymiz. Ha? Qamışlar deymiz. Qamish bilan to'qiladigan narsa, qamishlarmi? Ha. Qamish bilan nima bilan to'qiydi buni? Qadib deb qo'ydi, qadib. Qamish bilan. Qamishni bilasizlarmi? Pupuk va narsa, suvda yuzadigan. Shuningda to'qiydigan bir narsa bor. Buni biz bo'ra deymiz. Siz nima deysizlar? Çok merak deysizlar. Ha. Endi mushu bo'rini to'qiydigan narsa samar degan chig' deb qo'yamiz. Bizning vatanda nima to'qiydi, uni qamishda to'qiydi. Lekin ba'zi yerlarda chig'da to'qiydi, chig'da. Ya'ni yantoq qam deb qo'ydi, bunda ustida ham bu yerda usab qo'ygan narsa bor. Shuni bo'rini shu narsani to'qiydi boshqa yerda. Bizda qamishda to'qiydi. Qasabda to'qiydi, qasabda. Endi kesamari vel xayt degan gap shu masalan chig' bo'rini yip bilan chig'da to'qiydi, shunama yipda chig'da to'qiydi. Xuddi samar bir juz'isi bo'ladi. Bo'ra degan bir kunning, bo'ra degan bir kunning, hasil degan bir kunning samar bir juz'isi bo'ladi, xayt bir juz'isi bo'ladi. Tushunarlimi? Juz demoqchi. Fa kullu minhuma yuqalu lahu juz degan samar bilan xaytning har biriga juz deyiladi va hasilga kul deyiladi. Xo'sh. Ve aşağıda Musannif rahimehullah o'zining kakulli zaka degan qavli bilan oxirigacha Zilyedeynning hadisiga mashhur bo'lgan Zilyedeyn ikki qo'li uzun odamning hadisiga ishorat qildi. Lamma qala Mustafa, ya'ni bu Zilyedeyn payg'ambar Mustafa sallallohu alayhi vasallam buna degan vaqtida yani aqasulati salatu am nasiti ya Rasululloh, namoz qisqirdimi yoki namozni unutib qoldimi ya Rasululloh deganda payg'ambar alayhisalom kullu zalika lam yakun degan edi. Shuning hammasi bo'lmadi. Yani shuning hammasi degan gap bir butun bo'lmadi. Namozni qasr qilish bilan unutib qilish ikkisi birlikda bo'lmadi. Lekin bir bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, ba'zi bo'lib qolgan bo'lishi mumkin degan ma'no chiqadi. Deb musannif shu kullini shu kulga misol qilib keltiryapti-da. Lekin va tahqiq deyapti. Ma sharh bir kitobni sharh qilish uchun nima bo'lish kerak? Musannifdan bakrak ilmga, ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bundan va tahqiq degan gap, ammo tahqiq qilgan chaqda annahu min babil kulliya, ma aytdiki kullu zalika lam yakun degan kulliya babidundur. Kul babidan emas. Nimish qadsa bi dalili qavlihi, ya'ni Zulyedeynning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bal ba'du zalika qad kan degan javobini berdi. Zulyedeyn nima dedi? Javoban bal ba'du zalika qad kan dedi Zulyedeyn. Agar mushu payg'ambar sallallohu kullu zalika lam yakun degan so'zi kul babida bo'lgan, kulliya babida bo'lmay, kul babida bo'lgan bo'lsa, shuning hammasi bo'lmaydi degan gapdan ba'zisi bo'ldi degan ma'no chiqqan bo'ladi. Ba'zisi bo'ldi degan ma'no chiqqan bo'ladi. Lekin payg'ambar alayhisalom buni kullu zalikani kullu wahidin min zalika lam yakun degan ma'no dedi. Ya'ni shu ikkisining har biri bo'lmadi. Ya'ni namoz qasrmi bo'lmadi, unutib qolmadim degan ma'no jihati kullu zalika deganlik uchun sahoba shunda tushunganlik uchun ma'qulni nima deb javob berdi? Nima deb raddiya qildi? Bal ba'du zalika qad kana ya Rasululloh. Balki bu shuni ba'zisi bo'ldi, balki unutib qoldi ya Rasululloh. Sizlar namoz qisqarmagan bo'lsa, sizlar Alloh taolaniki kuchini hargiz yushurmaylar. Lekin sizning haqingizda unutib qolish nima joiz? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unutib qolish, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonlik sifati bilan unutib qolish joiz. Sizlar unutib qoliblar deb shunday dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyin ikki rakat namozni o'qitib nima qildi? Saydi sahvi qilib berdi. Mushu Zulyedeyn degan mush kishi musahabining
Muşu sual kokma cesaret bilen hem sahabeler sormagan sualni soğanlıqının sebebinden bizning hozir namazda agar endi sabab kuzab salsak sajda qilgan bir katta ne'matdan birisi muşu sahabening sababini kelgan. Tushunammi? Bu sahabeniki aql parasitiga, fiqhiga qattiq duo qilsak bo'ladi, rozi bo'lsak bo'ladi, xushal bo'lsak bo'ladi. Intayin fiqhidan sahabe ekan. Bal ba'zi zalika qad kan degan javobidan mavkulning kul babında emas balki kulliya babında ekanligi ma'lum da'vatudiki sharih. Musannif nima da'vatudi? Kul babidan da'vatudi. Çünkü biz demek ki qanday bo'lsin kul bilan kulliyaning ma'nosini muqam bo'ldik, bilib olgan bo'ldik. Balag'atni boshqa tushundik uni degan masalani. Demek hamma kullu deb kul babında bo'lsin deb aytamiz, hamma deb ma'notimiz. Agar kulliya ma'nosi bo'lsa, har bir deb ma'notimiz. Tushunarmi? Va xudowana alhamdulillahi robbil alamin.